Mana malarka seximizda bo'layotgan jarayonlar bilan tanishib o'tamiz. Bu darvozamiz ochkosi, kraskasiga baho beringlar, qana chiroq ochilgan. Ochkosi 40 sm. Mana ustobo bilan gul yopishgan ovora. Ustobo mana fonni gullardan baho berishingiz mumkin. Ko'zga tashlangan. Bu darvozamiz xudo xolasa Samarqand faqat bo'ziga borib o'rnaydi. Bu darvozamiz tumbalar ham agati chiqqan mana. Turba profildan qilingan. Gullardan baho beringlar, qana chiroq chiqqan. Usto Mansur, nima deysiz? Ish jarayonidan gapiring ha. Yaxshi, Xudoga shukr. Mana kofkalar qimmat kofkalardan bo'lgan. Magazin обычный guli emas. Gazga qilingan spesialni. Mana atkoslarini 40 dan qilganmiz bu darvozani. Fonni gruntovka sepilib, keyin ustidan kraska sepilibdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga darvozalar kerak bo'lsa, past nomerlarimizni qoldiramiz, telefon qilinglar. Chiroyli xizmat beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.